Mayli, klientimizga shunaqa juda ham zo'r to'plamimizdan yig'ib bordik. Buni narxini bilish uchun sizlar o'zimizning videomizni oxirigacha ko'rib o'tishingiz kerak bo'ladi. Har bitta mahsulotni sizlarga hattoki skidka narxida ham aytamiz. Birinchisi bu Jijini vitamin E umvalkasi. Bunimizni quruq yuzlar uchun ideal variant. Ham yuzinglarni shunaqa zo'r tozalab beradi, umuman quritib yubormaydi. Keyingisi Jijini Lotus liniyasidagi toner. Bu yaxshi namlaydi, tiklaydi, yumshatadi va keyingi bosqichga yuzinglarni tayyor qilib beradi. Doktor Kapuni sevimli ishlatadigan gialuronoviy serum ila ham bu to'plamda bor. Bunimizni juda zo'r namlaydi, yumshatadi va namlash xususiyatiga ega bo'lgancha ajinlar paydo bo'lishini ham oldini oladi. Keyingisi kollagen krem. Buni lifting effekti uchun ishlatasizlar. Hattoki CC SPF dan oldin ham baza sifatida ishlatishingiz mumkin. Osilishlarni yo'q qiladi, yoshartiradi va ajinlarga qarshi kurashadi. Keyingisi bu bizning mana bunaqa SPF kamizni ko'rib turganingizdek katta ob'yomda bo'ladi. Sostavida vitamin C si bor. No, bu hech qanaqa zararli emas. Bemalol maza qilib ishlatasiz. Hattoki sizlarga teksturasini ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'jayinlarga ham bemalol ishlatsanglar ham bo'ladi. Bunimizni ishlatib turib ustidan tonalka sursanglar ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek teksturasi juda ham yengil, maza qilib ishlatasizlar. Hamda biz ko'p klientlarimizga sovg'a sifatida har xil mana bunaqa probniklar ham solib beramiz va bunaqa ajoyib to'plamimizni 3 million 650 ming so'm, sizlar uchun skidkada 3 million 285 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu bizning to'plamimiz уже viloyatga dostavka bo'yicha ketadi.